Assalomu alaykum do'stlar. Biz hozir nima qilishimizni bilasizlarmi? Minecraftda narsalarni parkour quramiz. Va do'stlar, menda haqiqiy Minecraft bor, lekin mod kam ochganman, lekin ularni o'ynash yoqmaydi. Chunki mod deb qoladi. Lekin unday demadim. Prosta tak men sizlarga aytyapman. Keyin ko'ringlar. Keyin sahar ko'rsataman. Mana endi xlat sochganman. Kiramiz. Va men xafa bo'lmaysizlar, chunki men nimada o'ynayotganlarimdan xabaringlar bor, telefondan. Albatta kompyuterdan emas. Keyingi safar bo'lib qolsa bo'ladi. Tez ochil. Yo'q, bo'lmayapti. Tez. Voy. Ular tez ochilmasa bo'lmaydi. Va bularning haqiqiy loadingga chiqdi. Mana boshlandi. Mana sizlarga nima dedim? Men telefonda o'ynayman deb. Chunki men shuncha parkour qurdim. Hali uncha yarmi emas. Yarmidan kamini qurdim. Mana mening sekinim. Mana. Va do'stlar, mana qo'lidan bulutni sayna bo'ladi. Va mana parkour bo'yicha professional bo'lib ketganman. Va bu to'xtanglar endi. Mana va endi hop mana va bu yerda nima qilishdi tushungan bo'lsanglar, bu yerda yoqtirgan parkurimdan biri. Mana bunday qilish kerak. Mana bunday sakrash kerak. Qolsa o'lib ketardim do'stlar. Yo'q ekan, mayli, bosam. Sog'ga tushib ketardim. Va bu narsani qaytarib qo'ymaslik kerak edi. Va yana parkurdan o'tdik. Men e'tibor berganlar e'tibor beradi. Men shuncha paytdan beri kreativ o'ynab yotibman. Yo'lni bosam, mana nima qildim? Endi narsani takrorlamayman. Mana bu yerda yo'q. Hop. Ucholamak. Menda uchish qobiliyati bor. Bu yerda bosam. Va bu dunyoni do'stlar, men boshladim. Va shuncha payt men bu yerga sakrayman. Menda uchish qobiliyati bor. Va parkour qurishim ham bor. Va bo'ldi, shunday qilib o'tiladi. Endi parkourda davomini quramiz. Va bu yerda polmo sakrashlari bo'ladi. Mana. Va chalg'itish uchun bir qilib qo'yamiz. Mana 2-1 men o'zimdan o'qidim. Demak, bu yerdan ikkita sakragandan keyin bitta sakralar, yana ikkita sakragandan keyin bitta. Shunday deb kelaveradi.
do'stlar, qaranglar, hozir sizlarga parkurning nomini yozib beraman. Parkurning nomi kimga qiziq yoki kimga qiziq emas, lekin baribir ham yozaman. Va qaranglar, parkurning nomi o'zimdan to'qidim. Mana parkurning nomi shu. Hozir mana yo'q, bo'lmas. Kim bu desa xato o'ylabdi. Bo'lmas. Parkurning nomi mana bu. Mana bu. Va parkurning nomi har kuni mana bu bo'lgan. Va parkurning nomiga nisbatan parkurning nomi mana bu. Kim e'tibor beryapti? To'rt 9. Bu albatta nimani eslatyapti? YouTube kanalimning nomi. Va bu videodan nimalarni bilasiz yozib qo'ying. Va ko'rdinglarmi meni omadimni? Va bizga hozircha bu qiziq emas. Parkurim ham ana yerda ekan. Qaytib qolmayman. Mashina nechiga keldim? Birdan nechidan boshlanadi? Va bu do'stlar men men qanaqa sakrash qilaman? Bu yerdan bunday. Va mana shundan bu unchalik telefonni o'ynayotgandagi sal qiyin bo'ladi. Va shuning uchun bu video tugadi emas. Va agar bu videoda 100 ta like yig'ilsa, mana bu parkurni mana bu rejlerlarni uyga chaqlamiz. Va yo'q, buni ichini ko'rmaymiz. Va ikkinchi qism chiqarilishi uchun bu video 100 ta like yig'ilishi kerak. Agar yig'ilsa, bu videoning ikkinchi qismi ham chiqadi. Bu yerdan ana yergacha, bu yerdan mana bu yergacha. Bu yerdan mana bu yergacha. Bu yerda ikkinchi qism shu yergacha. Uchinchi qism shu yergacha. To'rtinchi qism shu yergacha. Beshinchi qism shu yergacha. Oltinchi qism mana bu rejlerlarning uygacha. Va bu tugashi deyiladi. Va mana qaranglar, sanab chiqaman. Va to'y otishi bilan video tugaydi. Va bu videoning ikkinchi qismi chiqarish uchun 100 ta like yig'ib bersanglar, ikkinchi qismi chiqadi. Va hozir 90 ta obunachimiz. Va sizlar kutganinglardek bu 95 ta bo'lish kerak. Va bu video hozir tugaydi. Va bu video tugaydi.